podpischilarimni niyatini oldim. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun shifoli ochirim bo'lsin. Aqlingizdagi inson sizga nima demoqchi hozirgi vaqtda? 3 ta karta tanlov qilamiz. Ko'ramiz aqlingizdagi inson sizga nima demoqchi. Birinchi karta, ikkinchi karta, uchinchi karta sizga nima demoqchi ayni damda? Ozgina hozirgi vaqtda sukunat saqlab turibmiz. Munosabatlarimiz sensizlikda hozirgi vaqtda mana shunaqa sen mensizlikda yashayapsan, men esa sensizlikda. Ozgina hozirgi vaqtda sukunat saqlashimiz kerak deb turibdi. Hozirgi holatimiz shunaqa. Ikkinchi kartani tanlaganlar esa ko'ramiz. Bu yerda sizga aytmoqchi bu inson, seni unutganim yo'q, boshqa seni o'ylab turgan narsa hozirgi vaqtda yo'q, sen boshqalarga ketib turibsan deb o'ylashing mumkin. Yo'q, lekin men hozir ba'zi o'zimni ishlarim, shaxsiy ishlarim bo'yicha o'zimni ishlarim bilan yuribman, lekin boshqalar bilan nimam yo'q, boshqalar bilan munosabatim yo'q deb turibdi. Uchinchi kartani tanlaganlar esa, ko'p siqilma, ko'p yig'lama, ko'p ko'z yoshlar bilan turma. Ko'p mani nima deydi anavi? Qarg'ama deb turibdi. Ko'p mani qarg'ama, mana yalinadi deb o'ylama. O'zi vaqt soati bilan hammasi o'z o'rniga tushib ketadi. Mani kamroq qarg'a, ko'p qarg'ama debdi. Chunki hozir shunday bo'lishga majbur bo'lib turibman. Sen ham oppoq emassan. Uchinchi kartani tanlaganlar, sendan ham nima o'tdi bu yerda? Men senga yalinmayman, yalintiraman deb o'ylama deb turibdi.